Assalomu alaykum, skuter quva, skutershunos, ashaddiy muxlislari. Bugungi avzorimizda yangilangan R3 modelimiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Oldi jiddiy tormozli, orqasi original kalochni. Buni aytishdan oldin, albatta bitta like bosib kesishdan chiqmasin. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib ketinglar. Albatta bu video keyin tarqalsa, qimmat olib qo'yishmaydi. Eng arzoni faqat skuter quvada. Yangilangan 2026-yil qolib ketgan tovar emas. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Terishyapti bolalar o'zi. Mana kala teradi. Baquvvat, orqa oldi powerni ko'rsatadi. Oldi setkalari, orqasi albatta qutisi joylashgan. Motorlari 800 vatli. Narxlari albatta videoning oxirida. Amalizatorlari ham baquvvat, ko'rishlaringiz mumkin. Jiddiy tormozli bo'ladi. Pakrushkalari ham 12 ga 90 ga 90 qalinidan ishlangan. Bu yubkasi. Ko'ryapsizlarmi? Qalin yubka desalar ham o'zimiz ajratib olamiz. Oldi jidkis, orqasi ali oddiy kalotka emas, original kalotka. Jidkis bilan bir xil ushlaydi. Oyoq qo'yadigan patnoshkalari bor, amortizatorlari ham uzunidan ishlangan. Shahar ichi neobichniy ko'rishlaringiz mumkin. Ali bormi? Fasadi bo'yicha ham zo'rida, eng zo'ri, baquvvati. Dugalari bor, ko'rsatmoqni, oyoq qo'yadigan patnoshkalari, yon patnoshka, orqa patnoshka, egari ham yumshoq qilib ishlangan. Ikki kishini olib ketsangiz bo'laveradi. Baklari ham xarizlash uchun bob, ham kalitda, ham pul yuzasiz. 60 tezlikda harakatlanadi, cruise kontrollari bor. Katta skuterlarga o'xshab, danni bilishni bo'ladi. Поворотный, signal, zadniy rejimlari ham bor. Sport, drive, parkovka, zadniy rejim bilan jihozlangan, bokovoylari. Tablolari ham yangilangan versiyada kasalgacha aytib turadi. Akkumulyatorlari 2026-yil 4-oyda akkumulyator qo'yib beriladi. Ranglari ko'k kameleon, seri, qora ranglarida bor. Dimash brendiga tegishli. Поворотныйлari ham orqasi ham oldi yonadi. Yani orqalari ham, oldilari ham yonadi. Orqalari ham ko'rsalaring, neobichniy qilib ishlangan. Motorlari aytganimdek 800 vat, 240 vat berilgan. Albatta shu spravkalari beriladi. Promomara talab etilmaydi. 24 tezlikda cheklangan tezligi bor. Xolos siz 60 tezlikda harakatlansangiz bo'ladi. Bitta to'liq zaryadi bilan 50 kilometrdan 70 kilometrgacha masofani bosib o'tadi. 5 ta 20 amperli akkumulyator bilan jihozlangan. Original Xitoy akkumulyator. O'zini zborkasida kelgan, diskalarni qarang, o'ta neobichniy, chiroyli qilib ishlanibdi. Patfarnilari yonadi. Hozir akkumulyatorlar yo'q ekan, 2026 bosib beriladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu terilayotgan tekka modellarimiz. Qorasi bo'ladi, yonlarida dugalari bor. Buni ham balonning ichkarog'i, amortizatorlari baquvvat. Buni oldi jidkis, orqasi kalochni. Buni ham narxlari albatta chiqadi. Videoni o'tkazib olmaslik uchun like bossalaring, keyingi videolarda albatta chiqadi. Ko'p gapirma. Mana yig'ilish jarayonida Emiko brendiga tegishli 6 ta akkumulyatorli, buni akkumulyatori qo'yilgan, adashmasam. 6 ta akkumulyatorli, arzonroq bo'lsin, akkumulyatori katta bo'lsin, tezroq bo'lsin degan akalarimizga Emiko brendidan GD modelini olib kelib qo'yganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. O'ta neobichniy qilib ishlangan. Diskalari ham 3.0, 16 ga 3.0. Baquvvat, kalochni orqasi jiddiy tormozli bo'ladi. So'z spravkalari bor, amortizatorlari ham baquvvat, balonlari ham ancha-munchaga yamani bilintirmaydi. Motorlari 500 vat, orqalari ham yonadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Tormoz bosganda qizil yonadi. Kamolni baki, buni bosib tur. Bos buni bosib ko'r. Aytganimdek tormozni bos. Orqalari kaloch emas, original jiddiy tormozi. Tormozni bos. Bos qo'yib yubor bos. Qani qo'yib yuborib bos. Mana ko'rishlaringiz mumkin, qizil yonib beradi. Поворотный yo'q. Pоворotniylari ham o'ta neobichniy. Hech kimda yo'g'ini minaman. 2026-ni minaman degan akalarimizga yangilangan 6 ta akkumulyatorli GD modelini olib kelib qo'yganmiz. Emiko bilan tegishli. Emiko GD desalaring, albatta o'zimiz tushunib olamiz. Passiy nomer aloqaga chiqsalar, narxini nechga qo'yib yuboramiz hozir aka? 390 dollardan. Hech kimda yo'q narxlarda 390 dollardan 6 ta akkumulyatorli. Bularimizni narxini 5,5 million sotyapti-dik. Internet do'konlarida 5,5 million turibdi. O'zimiz ham 5,5 million sotganmiz R3 modelini. Hozirgi narxi albatta 5 million so'mdan sidirishga hammaga yetadi, cheklanganmi? Hammaga yetadi. Bemalol aloqaga chiqsalar ham bo'laveradi. Albatta narxlar bomba. Kimi nimasi bo'ladi? Kim qanaqa skuter olgan? Qancha pulga olgan? Albatta izohlarga yozib qoldiringlar. Shu baquvvat model hisoblanib, o'zimga ham dizayni yoqdi. Bu modellar narxlari albatta chiqadi. 400 dollardan. Bemalol aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Narxini chiqarib beraveramiz. Atiga 400 dollardan 5 ta akkumulyatorli tekka modelimiz, orqasi jidkisli. Baquvvati terilish jarayonida. Buni 390 dollardan qo'yib yubordik. 6 talik. Bu 5 talik 400 dollarga tekka olgan bo'lamiz. 6 talik GD olgan bo'lamiz 390 dollarga. Hech kimda yo'q. Har xil turdagi skuterlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsalar, ishlarni chiroyli narxlarda bitirib beramiz. Aytganimdek qora rangidan bor ekan.
Bunimizning narxi $390 bilan 5 ta akkumulyatorli GD modelimiz. Shu baquvvat. Dugali modellarimiz ko'rishlaringiz mumkin. Dugalida egari uzuni 5 ta akkumulyatorlisi. Shu spravka hammalari bor 500, tezliklari 60, yurish kilometrlari 50-70 kilometr masofani bosib o'tadi. Balon razmerlari 16 ga 3.0. Baquvvatidan narxi $400. Narxi uni narxi 5 million. Uzr. Narxi 5 million. Atiga 5 million so'mdan Dugali modelimiz. Narxi 5 million. Ko'pchilik so'ragan yumshoq modelimiz. Hamma reklama qildik bundan oldingi videomizda. Atiga $625 dan 5 ta akkumulyatorli 40-60 km masofani bosadi. Xorij tog'larimizda juda boy model. Yuk ko'tarishlari ham 150 kg. O'zidan tashqari kishini olib ketaveradi. Orqalari yukxona bo'ladi. Orqasida setkalari bor. Tablolari ham yangilangan tabloda. Shu zo'r ekan. Menga yoqdi. Kalitlari ham o'ta neobishniy, pultlari ham bor. Tormozlari, oyoq tormozlari, qo'l tormozlari mavjud. Bemalol qilsa ham bo'ladi. $625 dan O'zbekiston bilan dastavkani hamma skuterlarga. Skuter quva eng yaxshisini sizga ulashadi. Like bosib, kuzatib borishingizdan chiqmasin. 1,5 million so'm evaziga bollariga olib qo'yinglar. Mushu qoldi. Rabochiy ekan. Kilometri 15-20 km yuradi. Tezliklari 15 ga chiqadi. Bolalarga rosa bob model rollar taklanadi. Mana tezliklar remenda bo'ladi bular. Mana remenda bo'ladi. Agar damazatori ham bor. Meni ham ko'taraman, meni ham yuryapti. Vitamini ber. Necha yoshsan? 10 ga kirdim. 10 ga kiribdi. Tamam, vitaminchi. Zaryad oladi? Ha, oladi. Mana. Remi aylantiradi. Bolalarga domda orasida yurgani, domga ko'tarib olib ketgani ham juda zo'r model hisoblanadi. O'zimiz sotganmiz uni $200danmi, $180dan sotdik. Atiga 1,5 million so'm evaziga berib yuboriladi. O'zbekiston bilan dastavkamiz mavjud. Xohlasangiz ham bittadan chiqarib olamiz, xohlasangiz ham mashinada. Like bosib obuna bo'lib ketinglar. Hammaga rahmat. Narxlar yoqqan bo'lsa, bitta like bosib ketamiz. Albatta arzon. Boshqa joylarda 5,5 million so'm, 5 million 300 ming so'm sotilyapti bu narsalar. R3 modelimiz. 5 million so'mdan oxirini tushirib qo'yib yubordik. $390 dan 6 ta akkumulyatorli aytib o'tdim. TK modelimiz $400 dan 5 ta akkumulyatorli balonlari ingichka, orqasi tormozli bo'ladi. Aloqa chiqsalar ham bo'ladi, ishlaring chiroyli narxlarda bitirib beramiz. Skuter quva eng yaxshisini sizga ulashadi.